Assalomu alaykum fuqarolar, xalqim. Bugungi videomda bir masalani ko'tarmoqchi edim. Ko'p odamlar, fuqarolar o'ylaydiki, qonunlarni o'rgangandan nima foyda bor, qonunlar ishlamaydi deb fikrga borishadi. Men shuni sizlarga aytmoqchi edimki, qonun bu tartib, bu o'zidan o'zi ishlamaydi qonun. Qonunni biz ishlatamiz. Ya'ni kimga taalluqli bo'lsa qonun o'sha amal qilsa o'sha qonun ishlagan hisoblanadi. Agar fuqaroga taalluqli qonun bo'lsa fuqaro amal qilsa ishlagan bo'ladi. Mansabdor shaxsga taalluqli qonun bo'lsa mansabdor shaxs amal qilayotgan bo'lsa o'sha qonun ishlayotgan bo'ladi va agar amal qilmayotgan bo'lsa u anaqa nima deydi, bunga javobgarlik bor va buni masalan sizni huquqingizni amaldor buzayotgan bo'lsa o'zini vakolatini bajarmasdan siz yuqori turuvchi tashkilotga mansabdor shaxslarga murojaat qilishingizga haqqingiz bor. Sizni huquqingiz buzilayotganligi amaldor, unga jazo bor, o'zini tartibi bor jazolashi. Agar yana huquqingiz buzilayotgan bo'lsa yuqoriroq tashkilotga murojaat qilishga haqqingiz bor. Va shundan kelib chiqib hammasi bizni qo'limizda demoqchiman. Agar masalan meni huquqim buzilayotgan bo'lsa man masalan bilishim kerak, kimga murojaat qilishimni, qanday murojaat qilishimni, qanday u odam majburiyatlarini bajarishini talabini qo'yishimni bilishim kerak. Mana shundan keyin meni huquqim tiklanadi va meni muammolarim hal bo'ladi. Ana o'shandan kelib chiqib sizlar ham qonunlarni bilsanglar, qonunga amal qilsanglar, undan keyin sizlarga mansabdor shaxs tarafdan yo bir muammoingiz bo'lsa, bir mansabdor shaxsga murojaat qilib muammoingizni hal qila olmayotgan bo'lsangiz, ko'ring, siz uni mansabdor shaxsning majburiyatlarini ko'ring qonunda. Ya'ni ko'ringki, uni sizning muammoingizni hal qilishga vakolati bormi, yo'qmi? Agar vakolati bo'lsa, talab qiling shu vakolatni bajarishini mansabdor shaxsdan. Agar o'z vakolatini bajarmaydigan bo'lsa, u yuqori turuvchi tashkilotga, mansabdor shaxsga bu mansabdor shaxsni o'z vakolatini bajarmayotganligi to'g'risida murojaat qilishga haqqingiz bor. Oqibatda baribir ham qonun ustuvorligi bor, qonun ishlatsa bo'ladi. Qonunni hamma narsa o'zimizni qo'limizda. Ana o'shandan kelib chiqib, agar biz to'g'ri talab qo'ysak, qonun ishlaydi va bizning huquqlarimiz buzilmaydi va buzilgan huquqlarimiz tiklanadi. Ana shuni yaxshilab o'ylab ko'ringlar-da, qonun ishlamaydi degan tushunchani umuman yo'q qilinglar bu narsani. Qonun biz amal qilsak ishlaydi. Mansabdor shaxslar amal qilsa ishlaydi qonun. Qonun o'zidan o'zi quruq tushuncha, o'zidan o'zi ishlamaydi. Rahmat eshitganinglarga.